Eroziya sheyki matki. Siz bu so'zni eshitgansiz, lekin uni jiddiy qabul qilmagansiz. Bu bachadon bo'ynidagi shilliq qavatning yemirilishi, ya'ni yoriq, ochiq yara paydo bo'lishi. Uzoq vaqt sezilmaydi, lekin xavfli oqibatlarga olib keladi. Sabablari: jinsiy yo'l bilan yo'qadigan infeksiyalar, gormonal buzilish, tug'ruq yoki qon balansining buzilishi. Ko'pincha hech qanday simptom kuzatilmaydi, lekin hayz oralig'ida qon, jinsiy aloqa vaqtida og'riq yoki oqindi bo'lishi mumkin. Eroziya papilloma virus bilan biriksa, bachadon bo'yni saratoniga aylanishi mumkin. Shuning uchun uni vaqtida davolash juda ham muhim. Nima qilish kerak? Har yil ginekolog ko'rigidan o'ting, pap test topshiring. Eroziya aniqlansa, uni zamonaviy lazer yoki krioterapiya orqali olib tashlash mumkin. Hech narsa bezovta qilmayapti degan ayollar eng ko'p xato qiladi. Siz oxirgi marta qachon ginekologga borgansiz? Videoni dugonangizga yuborib qo'ying, balkim unga kerakdir. Sizlar bilan vrach akusher ginekolog Husaynova Hilol Anvar.